Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli o'quvchilar. Oramizda molekulyar biologiyaga va molekulyar genetikaga qiziqadigan o'quvchilar va kuzatuvchilar bo'lsa, albatta ushbu video siz uchun maxsus tayyorlanmoqda. Biz ayni paytda genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi universitetiga tashrif buyurganmiz va mana shu yerda molekulyar genetikaga ilk bor kirish sifatida sizlar uchun ushbu soha haqida ma'lumotlar berib o'tmoqchimiz va biz mana shu universitetda maxsus videorolik tayyorladik va videoni biz bilan oxirigacha kuzatib boring. Ayni vaqtda ushbu universitetning 3-kurs tayanch doktoranturasida tahsil olayotgan va o'zini ilmiy ishini qilayotgan ustozimiz Bobur akani oldilariga tashrif buyurdik va Bobur aka ushbu bugungi videoroligimiz davomida sizlarga kerakli bo'lgan muhim ma'lumotlarni qator berib boradi. Assalomu alaykum Bobur aka. Sizga kattakon rahmat. Ushbu bizning kichik iltimosimizga yo'q demasdan qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Demak, o'zingiz haqingizda bir qisqacha gapirib o'tsangiz. O'zbekiston Fan akademiyasi genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi 3-kurs doktorantiman. Ilmiy faoliyatim soya o'simliklarini virus kasalliklarini tadqiq qilish va namunalardagi chidamli viruslarga chidamli namunalarni aniqlash bilan iborat. Hamda respublikamiz ayrim hududlarida viruslarning tarqalish areallarini aniqlashdan iborat. Hozirgi kunda o'zimiz tadqiqot etishimizda ilk bor O'zbekiston bo'yicha soyani virus kasalliklarida to'liq genomlarini sekvens qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordik va uni endi hozirgi kunda soyadagi aynan chidamli navlarni aniqlash bo'yicha hamda chidamsiz navlarda qancha miqdordagi virusning to'planayotganligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib boryapmiz. Hozirgi asosiy ishlarimiz mana shunlardan iborat. Rahmat Bobur aka. Xo'p, bugun bizga nima ko'rsatib berasiz, xudo xolasa? Bugungi ishimizda o'simliklardan RNK va DNK ajratish aytib o'tamiz. Ya'ni molekulyar usulda ishlashdan oldin avvalambor alohidalashgan hududlarda, ya'ni lizimetr sharoitida o'simliklar ko'paytiriladi hamda ularga tozalangan viruslar inokulyatsiya qilinadi. Ulardagi simptom hosil bo'lgan simptomlarga qarab turib, aynan virus bilan kasallangan yoki kasallanmaganligi yoki o'rtacha kasallanganligiga qarab ajratib turib, aynan dunyo olimlari tomonidan o'rganilgan chidamli genlar bo'yicha markerlar asosida ularni haqiqatdan chidamlimi yoki chidamli emasligi bo'yicha tadqiqotlarimizni boshlaganmiz va shundan bir qismini ko'rsatib berishimiz mumkin. Bo'ladi. Birinchi qilinadigan ishimiz avvalambor toza hududda, ya'ni steril holatda to'qimalarni probirkalarga sog'olamiz va ularni maydalash jarayoniga olib o'tamiz. Tozalangan muhitda maxsus steril probirkalarga namunalar sog'olganmiz va ularni gomogenezatsiya, ya'ni maydalash jarayoniga olib o'tsak bo'ladi. Ishimiz hozir bu yerda mana bu yerda solingan va buni endi maydalash jarayoniga olib o'tamiz. Bu namunalarni maydalash uskunasi, ya'ni gomogenezator deb ataladi va to'qimani pastda ko'rib turibsiz, ikkita toshchalar mavjud. Bular bir-biriga o'zaro tebrangan holatda to'qimani parchalab tashlaydi. Hozir tebranishga asoslangan. Shu tebranish natijasida toshlar o'zaro bir-biriga urilishi natijasida to'qima parchalanib ketadi. To'qimalarni parchalab oldik. Endi gomogen holga keltirib oldik. Ana endi bu jarayonda umumiy RNK ajratish uchun yetarli vaqt bo'lganligi uchun endi ko'ramiz. Mana bu yerda to'qima parchalanib ketdi. Bari holatda endi to'qima holatiga maydalangan to'qima holatiga o'tdi. Ana endi bundan umumiy RNKni ajratib olish uchun maxsus kitlarimiz mavjud. O'sha kitlarimizdan foydalanib RNK yoki bo'lmasa DNK kerak bo'lsa DNK yoki bo'lmasa RNK bo'lsa RNK ajratib olamiz. Bu maxsus to'plamimiz, DNK ajratish uchun maxsus to'plamimiz. Bu yordamida to'qimadagi umumiy DNKni ajratadi. Buning ichida
qaysi o'simlikdan boshqa aytaylik bo'lishi mumkin, bakteriya ham tushgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa umumiy DNKni ajratib beradi. Ya'ni o'simlikdagi umumiy DNKni ajratadi. Uning ichida mitoxondrial DNK ham bor, bilamiz. Xlorofilda ham DNKmiz bor, hamda nuklein kislotadagi yadrodagi nuklein kislota. Bular barchasini birday ajratib beradi. Umumiy umumiy DNK ajratish uchun mo'ljallangan to'plamimiz, ya'ni DNK ajratish uchun mo'ljallangan to'plamimiz. Bu to'plamimizdan foydalangandan keyin har bir bosqichda sentrifuga jarayoni bor. Sentrifuga jarayoni 12000 tezlik aniqida tezlikda minutiga aylanadi. Ya'ni 12000 da shu bosqich bilan DNKni ajratishga yordam beradi. Ya'ni suyuq va qattiq moddalarni bir-biridan ajratib berish uchun, ya'ni ikki qismga ajratib beradi. Xuddi qonni ajratganimizdek, ikki qismga ajratganimizdek, bunda ham to'qimalar, o'simlik to'qimalarini ham, ya'ni o'simlik qoldiqlarini hamda DNKli va hamda oqsilli bo'lgan qismni yuqori qismda olib qoladi. Ikki qismga ajratib beradi. Sentrifuganing asosiy vazifasi ikki qismga ajratib berish. Ana endi undan keyingi bu yerda maxsus reagentlardan qo'shganimizdan keyin sentrifuga jarayoni ketadi, ya'ni 2 daqiqa sentrifuga qilinadi. Bunda to'qimani ajratib beramiz, ajratib olamiz. Ya'ni bizga kerak emas bo'lgan qismlar, ya'ni to'qima qismlari olib tashlanadi va unda ajralgan suyuq qismida esa bizga kerakli bo'lgan DNK va DNKlar mavjud. DNK yoki RNK ajratishimiz uchun kerak bo'ladi. Ana endi bu yerda yana bitta muhim jihat bor. DNKni ajratib olishimiz uchun maxsus spin kolon deydi, ya'ni probirkalarimiz mavjud. Buni tarkibida ko'rgan bo'lsangiz, filtrli probirkalar. Filtrli probirkalarda DNKni hamda RNKni o'zida ushlab qolish xususiyati mavjud. Boshqa oqsil bo'lmagan, nuklein kislota bo'lmagan qismlar, ya'ni oqsillar, yog'lar, fermentlar bularni o'zini o'tkazib yuboradi. O'tkazib yuborish natijasida biz faqat aynan toza DNKni ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz hozir bu reagent, ya'ni kit deymiz-a? To'plam. Kit to'plam deymiz. Biz hozir gammagenatimiz bor. Gammagenatimizga buni qo'shamiz. Keyin sentrifuga qilamiz 2 daqiqa. 2 daqiqa sentrifuga qilganimizdan keyin bu filtrli probirkani o'tkazamiz. Filtrli probirkani o'tkazsak, faqat nuklein kislotani o'zi tutib qolib, qolgan mahsulot o'tib ketadi. Ana endi biz maqsadga qarab turib, DNK ajratgan bo'lsak, RNKni qo'shamiz. Agar RNK ajratgan bo'lsak, DNKni qo'shib turib, boshqa DNK fermentlari bular DNKni parchalab tashlaydi. Bizga faqat RNKni, toza RNKni ajratib berishga yordam beradi. Demak, maqsadim RNK ajratib olish bo'lsa, men DNK aza degan ferment qo'shaman. Bu DNKni parchalab tashlab, menda faqat toza RNK qoladi. Yoki DNKni olmasam teskarisini qilaman. Shunday fermentlarimiz mavjud bizda. Keyingi bosqichda inkubatsiya jarayoni ketadi. Sentrifugadan chiqqandan keyin inkubatsiyaga qo'yamiz. Inkubatsiyada o'sha hujayrani parchalab beramiz. Hujayra, misol uchun lizis buferimiz bor. Lizis bufer yordamida hujayrani parchalaydi. Chunki to'qimadan RNK ajratib olish sal mushkulroq, chunki unda olishimiz kerak. Hujayradan olish esa osonroq. Hujayra biz boya gammagenatsiya qilgan paytimizda to'qimani parchalab oldik, lekin hujayrani emas. Hujayrani parchalashimiz uchun esa lizis bufer yordamida inkubatsiya qilamiz. Inkubatsiya qilganimizda u hujayrani hamda yadro qobig'ini ham parchalab berishga yordam beradi. Yordam beradi. Demak, mana shu yerga probirkalar qo'ysak bo'ladi. Probirkalarni joylashtiramiz, sentrifuga qilingandan. Yo'q, sentrifuga qilish aslida sentrifuga qilishdan oldin. Sentrifuga qilishdan oldin qo'yiladi. Qo'yilganda bu yerda 60 gradus atrofida inkubatsiya qilinadi. 60-65 gradusda. To'plamga bog'liq bu. To'plamdan olganimizdan keyin o'sha hujayralar parchalanadi. Hujayra parchalangandan keyin shu suyuqlikka chiqadi. Nuklein kislota suyuqlikka chiqadi. Shu bosqichda o'zida yo DNKni yoki RNKni qo'shamiz. Qo'shganimizdan keyin unda yo nuklein kislota yoki DNK yoki RNK saqlanib qoladi. Bu bosqichga bog'liq. Lekin RNK ajratish davomida haroratga qo'yilmaydi. Sababi harorat RNK nostabil bo'lganligi uchun, ya'ni bir zanjirli bo'lganligi uchun tez parchalanib ketish xususiyati bor. Shuning uchun DNK ajratish bosqichida inkubatsiyaga qo'yamiz, lekin RNK bosqichida unday qo'yilmaydi. To'g'ri-to'g'ri 'To'g'ri-to'g'ri sentrifuga qo'yiladi. sentrifuga olib sentrifuga o'tkazamiz. Gammagenatdan. Shunday. Demak, mana shu yerga probirkalar
Ha, tushunarli. Xo'p, demak, bu yerda hujayrani parchalab olar ekanmiz, ferment bilan yo DNK erinkasini parchalaymiz. Shunday. Undan keyin Filtrga sentrifuga qilib, keyin filtrdan filtrni o'tkazamiz. o'tkazib olamiz. Xo'p, filtrdan o'tkazganimizdan keyin filtrda faqat toza DNK yoki erika ushlanib Shunday, qolinadi. ushlab qolinadi. Endi u filtrdan DNKni ajratib olishimiz uchun maxsus buferimiz mavjud. Bufer yordamida DNKni o'sha filtrdan ajratib olamiz va toza probirkaga o'tkazib olamiz. Demak, bizada hozir filtrda DNK ushlanib qolgandek, uni maxsus modda bilan, bufer bilan ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Aha. Ana endi DNKni ajratib olganimizdan keyin ish u yog'iga qanday ko'rinish oladi ekan? Endi bundan keyin haqiqatdan DNK ajraldimi, toza ajraldimi degan maqsadda nanodrop uskunamiz bor. Nanodrop uskunamizda uni miqdori va sifat ko'rsatkichlari aniqlanadi. Tushunarli. Ajratib olingan nukleoksidlarimiz DNK bo'ladimi yoki RNK bo'ladimi, nanodrop uskunasi yordamida aniqlanadi. Bunda olib kelingan namunani mana bu kichik kanallarga tomiziladi. 2 mikrolitr juda kam miqdorda tomizilganda undagi miqdor ko'rsatkichi, ya'ni 1 mikrolitrdagi miqdor ko'rsatkichi aniqlanadi. Ya'ni aytaylik, 1 mikrolitrda 847 nanogram miqdordagi miqdor bor. Miqdorni ko'ramiz. Va undagi keyingi ko'rsatkichimiz sifat ko'rsatkichi haqiqatdan oqsil bilan aralashib chiqdimi yoki aralashmaganmi holatda bu ko'rsatkich ko'riladi. Ya'ni bu ko'rsatkich 1.5 dan 2 gacha bo'lgan miqdordagi ko'rsatkich bo'lishi shart, ko'rsatkich berilgan. Bu standart ko'rsatkich. Nukleoksid RNKga ham, DNKga ham birday. Ya'ni shu ko'rsatkichda bo'lishi kerak. Agar bu ko'rsatkich past yoki yuqori bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oqsil nukleoksidda bo'lmagan boshqa moddalar borligi ko'riladi va tozalash ishlari qaytadan olib boriladi. Miqdor ko'rsatkichimiz ham xuddi shunday. PCR jarayonni o'tkazishimiz uchun eng kam miqdor 10 nanogram mikrolitrda, eng ko'pi cheklanmagan. Agar ko'payib ketadigan bo'lsa, buni suyultirish orqali kamaytirishimiz mumkin. Ya'ni 10 dan 40 gacha bo'lgani optimal holatda yaxshi bizga PCR natija beradi. Qulay, ha? Qulay. Bu uskunamiz mana shunday qilib beradi. Ana endi haqiqatdan toza ekanligini bildirish uchun mana bu yerda yashil chiroqlar yonishi kerak. Yashil chiroq yonmaydigan bo'lsa, bu demak qaysi parametrda toza emasligini bildiradi. Demak, bilamizki, eukaryotlarni xromosomasi ikkita qismi, oqsil va DNKdan Shunday iborat. Bizda hozir bu yerda bajargan ishimizda faqat DNKni ajratib olganligimizni mana bu yerda baholashimiz mumkin. Agar DNK toza ajralmagan bo'lsa, yana jarayon qaytadan boshlanadi. Qaytalanadi. Aha, shunday. Tushunarli. Demak, bu shunga mo'ljallangan qurilma. Bu shu miqdor va sifat ko'rsatkichidan aniqlab beradi, nukleoksidlarni. Tushunarli. Hop, undan keyin bizda toza DNK bor. Endi bu toza DNKni biz elektroforez qilishimiz mumkin yo PCR qilishimiz Avval endi maqsadga bog'liq. Bizda bilib oldik, DNK borligi aniq. Uni elektroforez birinchi navbatda elektroforez qilish shart emas. To'g'ridan-to'g'ri PCR jarayoniga olib borsak bo'ladi. Agar bu uskunamiz bo'lmaganda, bizda shunday anaqa oldingi eski metodlarimiz bor edi. Nanodrop bo'lmagan holatda elektroforez usul yordamida bu ko'rilardi. Ajratib olingan DNK namunamiz endi PCR amplifikatori uskunasi yordamida DNKning ma'lum fragmentini ko'paytirish uchun xizmat qiladi bu. Biz o'zimiz tanlab olgan, aytaylik, chidamli genni ko'paytirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, faqat o'sha qismni ko'paytirish uchun mo'ljallangan primerlar dizayn qilinadi. Primerlar yordamida DNK polimeraza fermenti hamda birgalikda o'sha DNKni kerakli qismni, ya'ni o'sha fragmentni qancha qismda bo'lishidan qat'iy nazar ko'paytirib berish uchun mo'ljallangan. Bu qism apparat faqat DNKni ma'lum fragmentini ko'paytiradi. Butun siz ajratib olgan DNKdagi emas, faqat siz tanlab olgan qismni ko'paytirishga yordam beradi. Bu uskuna mana shu xususiyatga ega. Demak, PCR, ya'ni polimer zanjir reaksiyasi. Shunday. Xo'p, taxminan bu jarayon qancha vaqt davom etadi? Bu jarayon taxminan 1 soatdan genning uzunligiga qarab turib 10 soatgacha davom etishi mumkin. Demak, juda ham ko'plab millionlagan nusxalarni
milliardlab milliardlab beradi. ko'paytirib beradi. Ya'ni buni o'zini maxsus reagentlari bor, fermentlari bor. DNK polimerazi yoki bo'lmasa asosan DNK polimerazi bilan ishlaymiz. Agar bilamiz, viruslar RNK saqlovchi viruslar hisoblanadi. RNK saqlovchi viruslarda bizda RNK polimerazidan ko'ra nostabil bo'lganligi uchun DNK polimerazdan foydalanamiz hamda RNKni DNK KDNK sintezlab olishimiz kerak bo'ladi viruslarda yoki bo'lmasa DNK bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri pitsirga qo'yamiz. KDNK sintez jarayonida reverse transcription revertase fermenti bor. U yordamida RNKdan KDNK sintezlab olamiz. Komplementar DNK sintezlab olamiz. Hozir qarang, demak, buni o'ziga reagent qo'shilayotganda biz demak erkin nukleotidlar ham qo'shamiz. Xuddi shunday. Polimeraza fermentlarni ham kerakli miqdorda qo'shamiz, keyin o'zi jarayonni boshlaydi. Ya'ni bizni tanamizda kechadigan mexanizm bu yerda sun'iy in vitro usulda shunday ketadi. Mana shu tabiiy jarayonda in vitro usulda mana shu jarayon ketadi. Tushunarli. Endi keyin bu PCR ning natijasi haqiqatan biza kutgandek chiqqan-chiqmaganligini qaysi qurilma bilan baholaymiz? Bo'ldimi? Shuni tugatib Yo'q, bu jarayon hali bor. Endi bu klassik PCR usuli hisoblanadi. Bundan keyingi jarayon gel ultrafarez uskunasi yordamida ko'riladi. Ko'rish natijasida bunda haqiqatan bizga kerakli qism ko'paydimi yoki ko'paymadimi, bormi yo'qmi degan narsa olishimiz mumkin. Demak, biz belgilagan primerlar orqali ko'paytiradi. Shunday. Aynan biz uni o'lchamini, nimasini bilamiz, uni keyin ultrafarezda baholaymiz. Shunday. PCR amplifikatordan chiqqandan keyin gel ultrafarez uskunasi yordamida uni o'tkazib olamiz va gel ultrafarez natijasi biz to'g'ri ko'z bilan ko'rilmaganligi uchun maxsus uskunamiz bor. Geldok sistema deydi. Ya'ni gelni ultraviolet nurlar orqali nur o'tkazadi. Natijada bizda mana bunday tasvir hosil bo'ladi. Bu natija tasvirda bizda birinchi navbatda haqiqatan biz kerakli maqsadli joy ko'paydimi, ko'paymadimi bilishimiz kerak va unga standart bo'lgan molekulyar og'irlikka ega bo'lgan, standart og'irlikka ega bo'lgan, o'lchamga ega bo'lgan markerlarimiz mavjud. O'sha markerlar yordamida biz uni kuzatib ko'ramiz, baholaymiz. Baholashimiz natijasida aytaylik, biz mana bu yerda 700 juft nukleotidda hosil bo'lgan, ya'ni bizga kerakli bo'lgan qism haqiqatan ham 700 juft nukleotid ekanligini bilganimiz holda buni baholaymiz. Haqiqatan bizga kerakli natija borligini ko'ramiz. Bu natija chiqqandan keyin zamonaviy usul bor, sekvens orqali uni nuklein kislotasini ketma-ketligini ko'rib olamiz, o'qib olamiz. Demak, qarang, Bobur aka, bu o'sha ultrafarez apparati bir qismi. Xuddi shunday. Demak, bu yerga maxsus gel solinadi. Agaroza geli. Agaroza gel solamiz. Keyin ajratib PCRda ko'paytirgan DNKmizni shu yerga gelga qo'yamiz. Shunday. Gelga qo'yib, keyin bu apparatni tokka olib ishga tushiramiz. Bu katod anodlar. Xuddi shunday. Biz bu qismiga qo'yamizmi? Yo'q, biz yuqori qismiga qo'yamiz. Bilamiz, DNKmiz qisman musbat zaryadlangan bo'lganligi uchun yuqori qismida manfiy, pastki qismida musbat zaryadlangan anaqamiz bor. Shunga musbat zaryadlarga qarab harakatlanadi. Demak, mana bu yerda o'sha agaroza gel butun maydon agaroza geli bilan to'lgan bo'ladi. DNK bu tomonda va bu manfiy, ya'ni yo'q, musbat qism va bu yoqqa nima qilinadi? Tortiladi. Tortiladi. Chunki qiladigan bo'lsangiz, musbat bilan manfiy bir-biriga zamoga qilsa, bir-biriga anaqa qilib, lekin bu yerda DNKmizni qisman musbat zaryadlanganligi uchun musbat tomonga qarab harakatlanadi. Keyin bu yerda o'lchami qancha kichik bo'lsa, tezroq harakatlanadi, o'lchami katta bo'lsa, shuning uchun bizga og'irlik o'lchov birligi bo'lgan markerlar zarur bo'ladi. Ya'ni molekulyar darajada og'irlikka qarab, gelimiz zichligi qancha yuqori bo'lsa, undagi harakatlanish ham qancha bizning maqsadli fragmentimiz aytaylik 1000 juft bo'ladigan bo'lsa, 1000 juft bilan ham 100 juftlik bo'ladigan bo'lsa, 100 juftlik oldinroq harakatlanadi. 1000ligi esa sekinroq harakatlanadi. Shunga qarab turib biz haqiqatan kerakli qismlarni ajratib olishimiz uchun standart o'lchov birlik hisoblanadi bu. Demak, mana o'sha qurilmani ishga tushirganimizdan keyin bu jarayon tugaganini qayerdan bilamiz? Jarayonni o'zingiz baholaysiz. Ya'ni aytaylik, o'sha boya aytganimizdek maqsadli o'lcham bor. Qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa,
uni vaqtni shuncha uzoq qo'yiladi. Kichik bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 100-200 juft bo'ladigan bo'lsa, uni 40 minut, 1 soat atrofida qo'ysangiz ham bo'ladi. Ha, tushunarli. Keyin mana bu natijani ko'zda ko'rish imkoni Yo'q. yo'q. Bu natijani olib keyin bu apparat Bu uskunaga qo'yiladi. Bu uskunada maxsus joyi bor. Shu joyga qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin tagida ultrafiolet nur tarqatadi. Natijada bizda kompyuterda bu namoyon bo'ladi. Bizga haqiqatan natija bormi yo'qmi degan narsani bu uskuna beradi. keyin demak mana bu demak yorqin bo'lib turgan nurda o'sha DNKlar to'plangan. Degan xuddi shunday. To'plangan va o'sha biz bilan birga standart markerlarni qo'yganmiz. O'shanga qarab bilamiz. Masalan, mana bu nuqtada 100, mana 200, 300, 400 Xuddi degan shunday markerlari ajratib olamiz. bo'ladi. Tushunarli. Demak, gel elektroforez qildik va biz maqsadli DNKmiz ko'paymaganligini bilib oldik. Maqsad ko'payib bilib oldik. Endi bilganimizdan keyin ana endi bunda mutatsiya jarayonlari bo'lganmi yoki bo'lmaganmi degan maqsadda sekvens orqali uni baholaymiz. Tushunarli. Rahmat. Amplifikator yordamida ko'paytirilgan DNK qismimizni boyagi gel elektroforez uskunasi yordamida ko'rganimizdan keyin PCR mahsulotimiz tozalanadi. Bigda eksterminator degan anaqamiz bor. Bundan tozalanadi. Tozalangandan keyin o'sha bizdagi tanlab ko'paytirib olgan qismimizda mutatsiya jarayoni bor yoki yo'qligini, uni nuklein ketma-ketligi qanday ekanligini bilish uchun sekvenator apparatimiz mavjud. Bu sekvenator apparatimizda o'sha patogen yoki bo'lmasa kerakli gen uchastkasini ko'p nuklein ketma-ketligini hamda undagi polimorfizm, mutatsiya jarayonini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu uskunamiz 96 ta namunani bir vaqtning o'zida ko'rish uchun mo'ljallangan. 1000 ta juft nukleotid bo'lgangacha bo'lgan fragmentlarni 99.9% aniqlikda aniqlab berish qobiliyatiga ega va bu uskunamiz qo'yganimizdan keyin kompyuter yordamida uni dasturlaymiz. Ya'ni aytaylik bizda 100 juft nukleotid bor hamda 1000 juft nukleotidlarimiz bor. Ularni aniqlash ko'rishimiz uchun esa maxsus dasturlar yordam ketma-ketlikda ko'rib olamiz. Aytaylik qanchalik uzunligiga qarab turib qisqa, o'rta va uzun bo'lgan qismlarida qismlarga qarab ajratib olamiz va shunga qarab turib uskunamizga buyruq beramiz. Buyruq berish natijasida o'rtacha yarim soatdan 1 soatgacha bo'lgan qism oralig'ida bizga nuklein ketma-ketligini aniqlab beradi va aniqlangan nuklein SnapGen dasturi bor. SnapGen dasturi yordamida ular tozalanadi. Chunki har doim ham aytib o'tganimizdek 99.9%, 0.1% qandaydir ошибка xatolik ketadi. Shu xatolikni ko'rib olganimizdan keyin xalqaro genbank bor. NCBI ma'lumotlar bazasi deymiz. Unda boshqa bizdan oldin joylangan mavjud bo'lgan xuddi shu genni yoki organizmni solishtiramiz. Va ularga nisbatan ularda mutatsiya jarayoni bo'lganmi yoki bo'lmaganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, genlar bankiga umumiy normal genlar haqida ma'lumot joylangan. Xuddi shunday. Nazorat kontrol guruhi bo'ladi siz uchun. Nazorat. Siz solishtirganingizda bilasiz, sizning geningizda mutatsiya bor Xuddi shunday. yoki yo'qligini shunga qarab aniqlasa bo'ladi. Xuddi shunday. Shunday aniqlasak bo'ladi. Tushunarli. Asosiy bir genni yoki bo'lmasa o'tgan bo'lsak, oxirgi maqsad mana shu joy bo'ladi. Ana endi boya aytib o'tganimdek, bu sekvens uskunalarimiz 1000 juft bo'lgan bo'lsa, yana ham zamonaviy uskunalarimiz mavjud. Bu O'zbekiston sharoitida hali endi kirib kelyapti. Lekin Koreya yoki rivojlangan davlatlarda Illumina yoki bo'lmasa nanopor sekvenslar bor. Ular yordamida to'liq genomlarni, organizmdagi to'liq genomlarni nuklein ketma-ketligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Rahmat sizga Bobur aka, kattakon. Mana do'stlar, ushbu qisqa video roligimiz orqali sizlarga demak gamma-genator apparatimiz, PCR ya'ni polimer zanjir reaksiyasi apparati, gel elektroforez, undan tashqari sentrifuga,
va bu yoqda nanodrop apparatlarini qisqacha bo'lsa ham ishlashi, mexanizmi haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Ushbu videorolik sizlar uchun manfaatli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Nasib bo'lsa kelasi videolarimizda yana qanday mavzularda video tayyorlashimizni xohlaysiz, izohlarda fikringizni yozib keting. Ushbu bizning yangi rubrikamizni kengroq yoyilishi va boshqalarga ham foydasi, manfaati tegishi uchun izohlarda qo'llab-quvvatlang, yoqtirmani bosib qo'ying va yaqinlaringizga va biologiyaga qiziqadigan do'stlaringizga albatta ulashishni ham unutmang. Va yana bir sizlarga muhim bir tavsiyamiz va maslahatimiz bor. Mana shu bizni kuzatayotgan abituriyentlarimiz orasida yoki biologiyada ayni vaqtda bakalavriat yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarimizga tavsiya qilardik. Kelajak fani bu molekulyar biologiya, molekulyar genetika. Hozir zamon shunchalik rivojlanib ketdiki, hujayra darajasida, to'qima darajasida biron bir narsani o'rganishdan ko'ra uni molekulyar darajada o'rganish juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekistonda hammani ko'rib turibmiz, juda ham zo'r sharoitlar bor. Albatta, siz ham bundan foydalaning va mana shu sohani, fanni rivojlanishiga o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.